Salom, mani ismim Muhiddin. Men rassomman. Grafik dizayn, illyustratsiya, raqamli texnologiyalar bilan yaratiladigan ijodiy asarlar yarataman. Qisman installyatsiyalar bilan ham shug'ullanaman. Ancha vaqtdan beri menda bir xohish va g'oya bor edi. Video blog sifatida qanaqangidir sahifani yuritish va buni o'zbek tilida qilib ko'rish. Chunki san'at va ijod bo'yicha rus tilida menimcha juda ham yaxshi ma'lumotlar topsa bo'ladi, ingliz tilida ham topsa bo'ladi, o'zbek tilida nisbatan kamyob desa ham bo'ladi. Oxirgi vaqtlar menda shu ijod bo'yicha, ijodiy jarayonlar bo'yicha ancha fikrlar yig'ilib qoldi. Aytib o'tish kerak, men balkim bu ma'lumot ham zarur bo'lar. San'at bo'yicha ta'lim sistemasini deyarli butunlay o'tganman. O'sha san'at maktabi, kollej, rassomlik kolleji va institutda bakalavr, magistratura yo'nalishlari va bir necha yil o'zim ustimda ishlab, shaxsiy ko'rgazma qilib, proyektlarda ishtirok etib kelyapman va bu jarayonlar, deylik, agar tashqi tarafi bo'lsa, ichki holatimda, ichki, deylik, mulohazalarimda doim ijodni o'sha chuqur qatlamlarini o'rganishga harakat qilardim. Va to'g'risini aytishim kerak, faqatgina oxirgi yillarda qandaydir jarayonlarni nisbatan aniqroq anglashga imkoniyat paydo bo'ldi va balki vaqt taqozosi, tajriba taqozosi yoki o'sha menga duch kelgan ustozlar sababli qandaydir narsalar aniqlashni boshladi. Bu narsalar bilan juda ham bo'lishkim keladi va institutni tugatgandan keyin bir necha yil institutda dars ham berganman, lekin dars berish jarayonida shu narsani anglab qoldimki, men hali o'zim o'rganishim kerak bo'lgan, o'zim izlanmoqchi bo'lgan, deylik, mavzular, jarayonlar juda ham katta va talabalar bilan ish jarayonida eksperimentlar qilib, ularga har xil mavzular, har xil vazifalar berish jarayonida anglab qoldimki, o'zimni hali o'rganishim kerak bo'lgan narsalarim ko'p. Vaholanki, menga talabalarim ham, o'quvchilarim ham aytishardiki, siz bilan qiziq muloqot qilish, vazifalar olish. Lekin menda ichimda hadik bo'lardiki, qanchalik men ularga tushuntirib bera olyapman, qanchalik o'zim anglayapman shu jarayonlarni. Va shu sababli dars berishni to'xtatib, o'zim, deylik, erkin ijod yo'liga kirdim va hozir, deylik, grafik dizayn bo'yicha ishlayman, lekin asosiy vaqtimni, asosiy mulohazalarimni o'zimni shaxsiy ijodimga, ijodiy jarayonlarimga bag'ishlashga harakat qilaman. O'tgan yili rassom, grafik, musiqachi, haykaltarosh, yozuvchi deb aytsa ham bo'ladi. Xullas, har tomonlama ijod jarayonlarini o'ziga yaratgan ijodkor kishi Viktor Melamed bilan 30 hafta, bu 7 oy bo'ladi. 7 oy davomida kurs o'tdik va bu kurs davomida har hafta unikal dedik instrumentlar berdi.
bir narsani aytish esimdan chiqdi. Men o'zbek tilida deyarli kam muloqot qilaman, lekin o'zbek tilini nisbatan menimcha yaxshi bilaman. Lekin borki, shu professional ijodiy jarayonimda, professional ish jarayonida, proyektlar qilayotgan vaqtimda, yo bir adabiyot o'qiganimda, hattoki o'zim mulohazalarimni yozgan vaqtimda rus tilida menga qulay bo'ladi, chunki terminologiya menga nisbatan tanishroq. Lekin o'zbek tilida bu ham bir eksperiment, shunaqa ijodiy eksperiment. Qanchalik darajada men o'zim fikrlarimni aniq bayon qila olaman, qanchalik ichimdagi o'sha strukturani men ifoda eta olaman o'zbek tilida so'zlar orqali. Bu menga bir eksperiment. Tilga nisbatan umuman munosabatim shunaqaki, asosiysi muloqot, qanaqa vositani inson ishlatyapti, bu unchalik ahamiyatga ega emas deb hisoblayman. Va hattoki o'ylaymanki, har bitta til deylik katta puzzle bo'ladigan bo'lsa, o'sha puzzlening bir qismi. Ya'ni bir narsani tushuntirish uchun hattoki bir xil payt bitta tilni doirasida bizga masofa yetmasligi mumkin, resurs yetmasligi mumkin ichimizdagi fikrni anglatishga. Va umuman olganda til insonni ichidagi jarayonlarni ifoda qilishga ideal instrument deb hisoblayman. Aynan shu uchun ham menimcha san'at va ijod jarayoni borki, uni ichida ko'p narsani so'z bilan anglatish, so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Shu sababli menga bir tomondan bu jarayon qiziq, bir tomondan qiyin. Va shu sababli menga bu ijodiy jarayon, shu muloqot, shu fikr bildirish. Nima sababli men umuman YouTube'ga bu yozuvlarimni, bu videolarni qo'yishga qaror qildim. Birinchi sabab muloqot, ya'ni virtual doirada bo'lsa ham shu erkin muloqotni shakllantirish. Men o'zimni fikrlarimni deylik mana erkin ifoda etyapman va shu jarayonda paydo bo'layotgan fikrlarimni aniq bayon qilishga harakat qilyapman. Bunga nisbatan deylik YouTube'da qo'yilgan video ostida kommentariya qo'yilishi mumkin. Balkim kimgadir qiziq bo'ladi shu mavzularda men bilan real muloqotga kirishish. Bu bitta sabab. Ikkinchi sababi mana Sokrat haqida agar shunaqa ma'lumot bilsangiz, Sokrat o'sha bozorga chiqib, shu joyi o'zida odamlar bilan muloqot qilish jarayonida o'zini falsafiy qarashlari ustida ishlagan. Ya'ni bu u uchun ijodiy jarayon bo'lgan. Mana oldinda qarshimda paydo bo'lgan odamga nisbatan nima fikr bildira olaman, o'zimni ichimdagi fikrlar uni dunyoqarashi bilan qanchalik to'g'ri keladi, qanchalik to'g'ri kelmaydi, shu tafovutni qanday qilib yengib o'tsa bo'ladi degan bir jarayon bo'lgan. Sokrat biografiyasini adabiy, badiiy asar orqali o'qiganman, lekin menda o'sha narsa taassurot qoldirganki, haqiqatan mana katta universitet, institutlarda kuchli professorlar leksiya o'qiyotgan vaqtida ham bu shunchaki tekstni o'qib berish jarayoni emas, bu tirik ijodiy jarayon. Ya'ni o'sha o'ylaymanki, professor miyasida qanaqangidir tezislar bor va u tezislarni shu leksiya jarayonida u ifoda etadi va jarayon vaqtida ham qanaqangidir insaytlar unga kelishi mumkin va talabalar bilan suhbat orqali, savol-javob orqali o'zini fikrini yana ham rivojlantirishi mumkin. Shu sababli men shu videolarni YouTube'ga qo'yib borishga qaror qildim. Deylik buni video kundalik deb nomlasak ham bo'ladi, rassomning video kundaligi. Endi men rassom deb o'zimni qandaydir bir tor doirada ushlamaslikka harakat qilaman, chunki meni qiziqish doiram nisbatan musiqaga ham tegishli, nisbatan arxitekturaga qiziqishim bor, deylik psixologiyaga va umumiy meni fikrlash tipim falsafiga yaqinroq deb o'ylayman. Shu sababli mana shu video yozish jarayonida men ham hozir o'sha
monolog o'qiyotgan shaxs sifatida, ikkinchi tomondan shu videoni hozir shu jarayonda ko'rayotgan muxlis sifatida ham jarayonda ishtirok etyapman. Xullas, gaplashishga, muloqot qilishga mavzular ko'p. Menga qiziq bu mavzular doirasi qanaqa ekanligi, chunki men hozir Telegramda o'zimning blogimni yurgizyapman va blogim insaytlar orqali paydo bo'ladi. Ya'ni bir narsa o'qiyman, bir narsani ko'raman, o'zim fikr mulohazalarimni yozaman, nimadir chizaman, kim biladir muloqot bo'ladi va qanaqangidir jarayon miyamda kechadiki, qaysidir vaqt menga o'sha tekst deylik, o'sha matn sifatida blok bilan kelishi mumkin, insight. Nimadir mavzu va unga qanaqangidir ta'rif, qanaqangidir jarayon. Va men o'sha matnni avvalambor o'zimning o'sha bloknotimda bir programmada yozaman-da, keyin shu matnni o'zini ichidan deylik, o'zini mantiqi orqali rivojlanishni boshlaydi va qanaqangidir xulosa bilan tugaydi. Va unga to'g'ri keladigan o'zimni deylik ijodiy asarlarimni qaysidir fragment yo bir qaysidir asarimni illyustratsiya sifatida qo'yaman. Bu shu informatsiyaga deylik kirish yo'li sifatida ishlaydi. Video format umuman boshqacha deb o'ylayman, chunki mana hozir gapirish jarayonida aytib o'tganimdek, men ham gapiruvchiman, ham o'zimga quloq soluvchiman. Bu bir qiziq jarayon. Rus tilida deylik patokovое состояние deyiladi, ya'ni inson odamni psixikasini agar bir necha qatlamga bo'ladigan bo'lsak, deylik o'sha ong va ong osti jarayoni. O'sha qatlamni buzib o'tish, ya'ni o'sha podsoznание, ong ostiga kirib borish, bu bir ijodiy jarayonni normal holati va aynan o'sha ong ostida juda ko'p fikrlar, juda ko'p mulohazalar, juda ko'p qiziq deylik holatlar mavjudki, ijodiy jarayon o'sha narsalarni yuzaga chiqaradi. Va gapirish jarayonida men o'ylaymanki, ong xuddi registratordek o'zini tutishni boshlaydi. Mana mashinada yurganda avariyalar bo'lib qolsa, o'sha mashinani oldida haydovchini oldida oynaga yopishtirilgan video registrator bor. Video registrator faqat shu bo'layotgan vaziyatni registratsiya qilish uchun yaratilgan va o'ylaymanki, ong qachonki o'zini rolini aynan shu registrator sifatida tutganida ichimizdagi o'sha pozitiv transformatsion evrilish jarayonlarini ishtirokchisiga, foydali ishtirokchisiga aylanadi, xalaqit bermaydi. Lekin ko'pincha biz bilamizki, deylik o'sha odamning ongida har xil strukturalar, har xil shakllar bor, deylik dunyoqarash agar oladigan bo'lsak, o'sha dunyo qanaqa, men qanaqaman, mana shu strukturani biz o'ylaymiz-da va shu struktura orqali atrofimizda bo'layotgan voqelikni kuzatamiz, unga ta'sir qilishga harakat qilamiz va lekin tushunish kerakki, bu aynan ong ichidagi struktura. Ya'ni dunyo cheksiz, u ko'p qatlamli, odamlar har xil, deylik har qanday dunyo qarashi, har qanday deylik qattiq strukturali dunyo qarashi o'zgartirishga imkoniyat bor agar odam shunga imkon bersa. Va ong shu strukturani xizmatchisi, shu strukturani yaratuvchisi ham hisoblanadiki, deylik biz faqat o'zimiz taniydigan narsalarni ko'ramiz, bizga tushunarli bo'lgan narsalarni anglaymiz. Bu bir devor va eng oddiy yo'li shu aytib o'tgandek patokovое состояние, oqimda fikrlash, oqim holatida dunyoga qarash, kuzatish, yangi narsalarni qabul qilish,
aynan shu jarayon ongni evrilishiga olib keladi, yumshoq evrilishiga olib keladi. Va hozir meni gapirish jarayonim shu strukturani agar tasavvur qiladigan bo'lsak, deylik meni ichimda, o'sha podsoznaniyalik ong ostida xohish borki, qandaydir narsani tushunish. Va ong bu jarayonda mana shu tushunish jarayonining xizmatchisiga aylanyapti. Menimcha ozgina qiyin narsalarni tushuntirishga harakat qildim. Nafaqat tushuntirishga, o'zim ham hozir anglashga harakat qildimki, qaysidir ma'noda o'ylaymanki, bu bir o'zimga ham tushuntirmoqchimanki, nimaga bu jarayon kerak. Chunki hozir mana video syomka qilishga vaqt ajratyapman, uni montaji bor, deylik, obloshka, uni YouTube'ga qo'yish jarayoni. Bu hammasi resurs talab qiladigan, vaqt talab qiladigan, e'tibor talab qiladigan jarayonlar va shu investitsiyani men o'zimga tushuntirmoqchimanki, nima sababli bu menga kerak. Aytib o'tgan sabablarim menga yetarli. Eng ko'p menimcha menga qiziqadigan tarafim insightlar. Deylik, miyamda qandaydir tezislar bor va bu tezislarni sekin-sekin ifoda etib boraman. Va o'sha ifoda etish vaqtida qanaqangidir pauzaga kirishim mumkin, anglashim mumkin. Shu sababli qaysidir ma'noda kechirim so'rayman, chunki bu tirik jarayon. Eshitish qiyin bo'lishi mumkin, tushunish qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu ham bir sayohat. Va bu sayohatning oxirida nima kutadi men bilmayman va shu sababli ham menga bu qiziq. Xo'p, nima haqida bugun gaplashsak bo'ladi? O'zimman menimcha yetarlicha birinchi video uchun fikrlar berdim. Bir tezisim borki, balki yana boshqa videolarda rivojlantiraman. Tasodif mavzusi hozir menda juda ham qiziq mavzu. Chunki deylik, har qanday inson faoliyatidagi bir yaratuvchilik faoliyatida deylik ikkita rejim bor. Birinchisi o'sha ssenariy bo'yicha harakat qilish, ya'ni tushunarli yo'ldan, protokol bo'yicha. Ikkinchi tarafi yangilanish. Deylik, birinchi rejimni agar deylik protokol deb nomlaydigan bo'lsak, ikkinchi rejimni erkin ijod deb nomlasak bo'ladi. Va ijod jarayonida biz shuni o'rtasidagi tilla markazni topishga harakat qilamizda. Va ba'zi bir jarayonda bizda erkin ijod ko'proq, lekin ko'pincha biz protokol bo'yicha harakat qilishga harakat qilamizda. Ya'niki biz yaratayotgan narsa o'zimizga tushunarli bo'lishi kerak, boshqa odamga tushunarli bo'lishi kerak. Mana shu vazifani o'zimizga qo'yamizda, lekin bu juda ham qiyin jarayon va men hozir anglashim bo'yicha aynan erkin ijod sekin-sekin protokolga qarab aylanadi-da, teskari emas. Shu sababli erkin ijodda tasodiflar juda ko'p. Deylik, masalan, oddiy o'ng qo'lda chizadigan bo'lsak, shunchaki qalamni olib chap qo'l orqali chizish, bu bir tasodifiy chiziqlarni paydo qiladi, tasodifiy jarayonni paydo qiladi va bu ong uchun qo'rqinchli. Chunki ongimizda nima deydik? Bu nima, bu tushunarsiz, nima qilyapsan, kim bu narsa tushunarsiz va bu narsaga kirish umuman kerak emas. Bu narsa noto'g'ri degan bir signallar keladi, shunaqa xohish ham keladi. Vaholanki aynan tasodifiy narsalar, tasodifiy
tasodifiy deylik jarayonni elementlari ko'pincha bizaga yangilik olib kiradi ijodiy jarayonimizga. Bu narsadan qo'rqmaslik kerak, faqat tasodifiy ijod qilish kerak degan narsani aytmoqchi emasman. Balans, ya'ni muvozanatni qidirish kerak. Ko'pincha meni kuzatishim bo'yicha rassomlarda ham ijodkorlarda umuman shu protokol bo'yicha harakat qilish bu bir qo'rquv belgisi. Birinchi tomondan o'sha muxlislar qabul qilmasligi, boshqa odam tushunmasligini qo'rquvi. Ikkinchi tomondan shunaqa tarafi ham borki, odam o'zining ijodiy kuchidan qo'rqadi. Ya'ni hozir o'zimga erkinlik bersam, bundan nima chiqadi? Balki men o'zimga yoqtirmagan narsani ko'rib qolarman. Balki men o'zimga yoqmagan mani hislatimni ko'rib qolarman degan bir qo'rquv bo'ladi. Bu ham bir qiziq mavzu. Va umuman tasodif mavzusi bo'yicha yana fikrlarimni rivojlantiraman. O'zim hozir deylik katta bir ijodiy jarayonlar mashinasi deb qabul qiladigan bo'lsak, men hozir harakat qilayotgan nuqta. Bu mashinani eng oldi qismida deylik o'sha resurs keladigan tarafi bu tasodiflar. Tasodiflardan bittasi menda mana bunaqa sketchbook bor. Ko'pchilik tanishlarimga ko'rsatib, maqtanaman, ilhomlantirishga harakat qilaman. Bu o'sha aytib o'tgan kursim bo'yicha qilgan sketchbookim. Bu o'sha qoralamalar deb nomlasa bo'ladi. O'zbek tilida, rus tilida karakuli deymiz. O'sha qandaydir qoralamalar, qandaydir shakllar, abstrakt. Menga juda ham yoqadi abstrakt shakllarni chizish, chunki ular o'zini ichida bir qanaqangidir musiqasi bor, o'zini bir holati bor. Lekin bu o'sha ijodiy jarayondagi mendagi illustratsion proyektlarimni boshlanishi. Bu haqda hali yana gapirib o'taman. Lekin bunaqa dog'larni ko'chada ham ko'rishimiz mumkin. Shunchaki qog'ozni g'ijimlab bir qandaydir fotoni ichidan ham topishimiz mumkin. Men harakat qilaman o'sha har xil tasodifiy dog'larni ijodiy jarayonga kiritishga. Eng yaxshi ko'rganim mana shunaqa abstrakt dog'lar. Bularni chizish usulini hali yana ko'rsatib o'taman, tushuntirib o'taman. Va aynan shu dog'lardan men syujet, personaj, yangi kompozitsiyalarimga yechim topaman va bu kompozitsiyalar katta proyektlar, seriyalari boshlanishi. Va shu dog'lardan deylik mana shunaqa proyektim bor. Qo'llar chizaman. Deylik bu qoralamalarimdan bittasini tanlayman-da. Va uni ichida qanaqangidir o'sha qo'lni chizishga harakat qilaman. Balkim o'sha rasmini keyin videoda qo'yib borarman. Va bu qo'llar ham deylik qandaydir illustratsion bir lavhani bir boshlanish qismi. Qisqasi bu katta mashina, men yaratayotgan o'sha katta ijodiy mashina bir necha etaplarni o'ziga qabul qiladi va eng ahamiyatli, eng qiziq jarayoni tasodif. Va hozir mana gapirish jarayonida ham men o'sha ichimdagi fikrlar men uchun bir qandaydir tasodif. U tasodifdan qandaydir tushunarli so'zlar orqali, qandaydir tushunarli shakllar, qandaydir tushunarli struktura yaratishga harakat qilyapman. Bilmadim qanchalik hamma fikrlarim tushunarli bo'ldi. Men o'zimga qiziq bo'ladi bu videoni keyinchalik ko'rib analiz qilish. Deylik bu videoni test deb nomlaymiz. Va shu video orqali men balkim qanday reja tuzaman, balkim o'zimga qandaydir maqsadlar qo'yamanki, keyinchalik davom ettirish uchun. Shunaqa video lavhalar, shunaqa fikr oqimlari bilan bo'lishni o'zimga qandaydir maqsad qilaman.
Bu ochiq jarayon. Ko'ramiz nima bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. O'ylaymanki tez orada yana ko'rishamiz.